Haqsizlik qilib aytganingizni qilmayapti, shundaymi? Tunda telefon ko'rib uxlamaydigan bolalarni o'zim bilan olib ketaman. Hozirgi ko'rsatilgan ushbu video oddiy rolik emas, u minglab bolalarni qo'rqitadigan va o'z uyida begona qilib qo'ygan raqamli qurol. Ismning aytilishi va shaxsga qaratilgan tahdid bolaning ongida u meni hamma joyda kuzatyapti degan xavotirni uyg'otadi. Xo'sh, ushbu videolarga yurtdoshlarimiz va mutaxassislarimiz qanaqa munosabat bildirishadi? Bunaqa videolar to'g'ri kelmaydi O'zbekistonda. O'zimizda kichkina bolalarda yuragi yorilish bor. Qoni kamayib ketadi qo'rqqanda. Bunaqa narsaga ota-onalar umuman befarq. Telefonida shunday qo'lga berib qo'yapti. Ozgina tinch o'tirsa bo'ldi. Boshqa ishlar qilib yuraveradi. Bo'lmagan narsa-da bu. Bolaning sog'lig'iga umuman jiddiy ta'sir qiladi. Demak, siz unaqa videolar ko'rsatmaysiz? Men bunaqa videolar ko'rsatish tugul qo'lga telefon bermayman bolalarimni. Bolalar baribir ishonmaydi-ku bu narsaga. Bu video o'zi ko'rsatish to'g'rimi, xatomi? Nima deb o'ylaysiz? Xato. Bolalar shuni ko'rib, gazni yoq desa, gazni yoqishi mumkin. Elektr tokini o'yna desa, elektr tokini o'ynash mumkin. Gapga ko'nmaydigan bolalar uchun balkim to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin. Ingliz tilini o'rganish uchun ukamga va menga oyim ruxsat beradilar. Shuning uchun biz multik ko'ramizda inglizcha. Shu vaqtda kim telefon o'ynayapti? Hozir olib kelib shu kulbamga qamab qo'yaman. Bolalarni qo'rqitmagan ma'qul lekin. Qo'rqsa nima deydi? Tezroq kasal bo'lib qolayotganda o'zimiz sinadik buni. Bizlardagilar o'zi o'ynamaydi-yu, lekin qo'rqitmaymiz-da. Bu unchalik yaxshi emas deb hisoblayman. Bu nafaqat yosh bolani psixologiyasi uchun va uni tarbiyasi uchun ham ta'sir qiladi. Misol uchun kichkinaligimizda ham, hatto hozir ham yosh bolalarga bo'ji kelyapti yoki nimadir kelyapti deb qo'rqitishlar bo'lgan. Menimcha bu narsa yaxshi emas. Imkon qadar bolalarga bolacha tilda samimiy tushuntirish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham. Bunaqa videolarga men lekin qarshiman. Chunki bolalarni bunaqa qo'rqitish yaxshi emas. To'g'ri ma'noda to'g'rilab, yaxshilab, shirin gap bilan, so'zlar bilan tushuntirsak, to'g'ri tushunadi bolalar. Siz o'zi telefonga ruxsat berasizmi? Telefonga ruxsat bermayman. Masalan, o'zimning ikkita nevaram bor. Mana kichkina nevaram yaqinda mana shu telefon ko'p ko'rgandan bitta ko'zida nuqson paydo bo'ldi va keyin uni bilib qolganimizdan tezroq oldini oldik. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. Umuman bolalarga telefon bermaylar. Bermaymiz lekin hozir. Bunaqa videolarga men juda ham qarshiman. 5 ta nabiram bor. Endi telefonni bermaymiz, lekin hozirgi bolalar juda ham telefonni ko'rgisi keladi. Endi Masha Medvedlar, multfilmlar ko'rishlik mumkin, bir pas u ham. Lekin har xil sun'iy intellektda ishlagan xunuk, bolalarning miyasiga ta'sir qiladigan, salbiy ta'sir qiladiganlarni biz bermaslikka, ko'rsatmaslikka harakat qilamiz. Men qarshiman. Chunki bolalarning kelajagida farzandlarimizni, nevaralarimizning hayotiga juda ham yomon ta'sir qilishi mumkin, salbiy ta'sir qiladi. Men qarshiman. Bu video albatta bolalarga psixologiyasiga juda yomon ta'sir qiladi. Chunki bizda aytiladi, ustoz folklorshunos olim Shomirzo Turdiyev shunday deydi, bolalarga deydi, o'sha bizda doimiy an'ana bo'lib kelgan, bolalarga olabuji kelyapti yoki mana bu videomizni ko'rganimiz singari bir qo'rqinchli kontentlar bu bolalarda kelajakdagi psixologiyasiga juda yomon ta'sir qiladi va oldinga qadam tashlashi uchun bir yomon bir munosabat bildirishi mumkin. Hozir ishlanyapti-ku, bolalar kontentini rivojlantirish agentligi tomonidan Sehrlandi kabi yoshlarni, yosh bolalarga bir motivatsion bir ruhdagi bir kelajakka umid berish uchun ishlar bo'lyapti davlatimiz, rahbariyatlarimiz tomonidan. O'shalarni ko'rsin, o'shanaqa kontentlar rivojlanishini xohlardim men. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, 4-5 yoshgacha bo'lgan bolalar ekrandagi tasvir bilan reallikni farqlay olmaydilar. Ular uchun video ichidagi maxluq haqiqiy va xavfli mavjudotdir. Ism bilan murojaat qilinishi esa bolada u meni taniydi, demak istalgan joydan topa oladi degan mudhish fikrni shakllantiradi. Shu lahzada go'dak miyasida stress gormonlari keskin oshadi, u o'zini mutlaqo himoyasiz va yolg'iz his qila boshlaydi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan bir zamonda bizning hayotimizga ta'sir ko'rsatishda ham salbiy hamda ijobiy tomonlari bor va aynan bolalar hayotida bu sun'iy intellekt va undagi qo'rquvlar, undagi yuzaga kelayotgan jarayonlar haqida turlicha talqinlar yuz berib kelmoqda va aynan bizning hayotimizga tahdid solayotgan sun'iy intellektlar bolalarda fobiya va psixik buzilishga olib kelmoqda. Amaliyotimiz jarayonida ko'rganmiz, shunaqa jarayonlar bo'lgan. Yosh katta odam yoshligida doimiy ravishda yolg'iz qolingan, ota-onasi ustidan qulflab ketgan va uni jarayonida
bolada qo'rquv paydo bo'lgan. Yosh katta odam hozir oddiy narsalardan ham qo'rqishi mumkin yoki jamiyatga kirishda o'sha jamiyatda xavfli joy yoki tahdid soluvchi joy deb qabul qilishi mumkin. Eng achinarlisi, ayrim ota-onalarning bunga bo'lgan reaksiyasidir. Bola qo'rquvdan qaltirab yig'layotgan bir paytda ota-onalarning buni kulib videoga olishi bola uchun haqiqiy ruhiy zarba. Bu dunyodagi yagona tayanchi bo'lgan insondan ham ayrilish bilan barobar. Natijada bolada onam meni qutqarmayapti, demak u ham o'sha maxluq tarafida degan sovuq xulosa paydo bo'ladi. Ota-ona aynan sun'iy intellekt orqali yoki har xil videorolik, telefon orqali, gadjet orqali foydalanayotganda bolaga andoza yoki namuna bo'lish kerak. O'zi inson hayotida doimiy ravishda ota-ona farzandga andoza, namuna ko'rinishda bo'ladi. Ota-ona kim bo'lsa, farzand ham xuddi shunday tarbiya ko'radi, kamol topadi. Va inson hayotida qanday ko'rinishda qabul qilinadi? Insonlar turlari borda, ba'zilari quloq bilan eshitadi, ba'zilari yurak bilan eshitadi. Bola aynan o'sha yurak bilan eshituvchi shaxs sifatida shakllanadi bizning hayotimizda. Va tushuntirish ishlari, undan tashqari nazorat doimiy ravishda namuna ko'rsatish bo'lsa, bola hayotiga sun'iy intellekt yoki gadjetlar, telefonlar kuchli salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Psixologlarning fikricha, bolani qo'rqitish orqali nimagadir majburlash tezkor natija berishi mumkin. Biroq, bu natija vaqtinchalik bo'lib, bolani har qanday ishni faqat jazodan qo'rqib bajarishga o'rgatadi. Eng xavflisi esa ushbu ruhiy jarohat bolaning ong ostida yillar davomida saqlanib qolishidir. Mutaxassislarning fikricha, bolani tarbiyalashda eng samarali yo'l tushuntirish, birgalikda vaqt o'tkazish va yoshiga yarasha mas'uliyat berishdir. Qo'rquv bu tarbiya emas, u vaqtinchalik itoatdir. Zokir Mo'minov, Jaloliddin Sayriddinov bugun dastur uchun.